Voy voy, namuncha mutaxassislar ertalabdan chiqib olib, olma sirkani ham ertalabdan ichinglar deb aytishadi, bilmayman. Yana ba'zi birlari chiqib, ertalabdan olma sirka ichsanglar, kalsiylar tushib ketadi deydi. Qanaqa ichishi, nima uchun foydaliligini o'rgatishmaydi oxirigacha. O'zim sizlarga o'rgataman, jononalarim. Olma sirkani ertalabdan ichilmaydi. Olma sirkani kechqurun ovqatdan so'ng, 2 soat so'ng, deyarli soat 10 da ichiladi. Aytaymi nimaga? Chunki mana bundoq o'ylab ko'ringlar. Uyingizda idish tovoqlaringiz yo'qsiz qolib ketsa, uni yuvish kerak, ertalabgacha shayton jin tegadi degan gaplar bor, bilasizlar? Din taraflama. Inson o'zi ham xuddi shunaqa. Inson uxlaganda xurayotadi yoki bo'lmasam og'zini ochib yotadi, to'g'rimi? Hamma ham tishlarini, og'zini yuvib yotmaydi. O'shaning uchun kechqurun ovqatdan 2 soat so'ng uyqudan oldin issiqqina 1 stakan suvga 1 qoshiq olma suvi solib ichib yotilsa, og'izdagi mikroblarni, hamma insonni tanasiga zarar beruvchi ovqatlarni, qoldiqlarni yuvib tozalash uchun ichiladi. Aslida payg'ambarimiz ham aytganlar, salomat bo'ling desanglar, olma o'ksiz ichinglar deb. Kechqurun qo'rqmasdan ichaveringlar. Endi kalsiy miqdori tushib ketadi degan ayollarimiz, har yili siz kalsiy, magniy, sink ichib yursangiz, sizda ruhiy holat ham, suylaringizdagi yetishmovchiliklar ham va magniy uyqu faoliyati ham yaxshi bo'ladi. Olma o'ksizini esa qo'rqmasdan ichaverasizlar. Ko'pchilik mayda-chuyda yeb yurishdan o'zini tiya olmaydi va o't tufagini, oshqozonini dimlab qo'yadi. Shunaqa kasalliklar vujudga kelishiga o'zi sababchi bo'ladi va og'izdan juda ham badbo'y hidlar keladi. Yonida yaqinlashib tura olmaysiz. Shuning uchun olma sirka ichiladi. Olma sirka ichinglarni tozalaydi, shlaklarni yaxshilaydi, ichni yaxshi kelishini ta'minlaydi. Sizga noxushlik bo'ladigan holatlarni bartaraf qiladi. Yana eng zo'r yo'lini aytaymi? Olma sirkani homilador bo'la olmayotgan kelinlar olma sirka ichinglar, zanimatsiya qilinglar, hatto 10 ming qadam yuringlar. Folikulalar yaxshi ishlashni boshlaydi, yorilishni boshlaydi va homilador bo'lishni boshlaydi. Haftada 3 kun shug'ullaninglar davomman. Kechqurun olma o'ksiz ichinglar davomman. Intim hayot to'g'risida tushuncha beryapman va homilador bo'lib ketishyapti o'z-o'zidan. Aytib qo'ying, magazinning olma sirkasi bo'lmaydi. Chet ellikki asali degani bo'lmaydi. O'zimizda tayyorlangan qo'l bola shaxsan olmani o'zidan tayyorlangan olma sirkani ishlasa. Voy endi shunda zo'r ma'lumotlarni bersam-u, anqayib o'tiraversangiz, qolgan jonolarga bundoq qilib отправить qo'yaringlar, ular ham bilib qo'ysin.